Ko'pincha maktablarda sho'x bolalarni yoqtirishmaydi. Oy buni qilma, bunga teginma, jim o'tir, to'g'ri o'tir, bunga teginma, bunga teginma deb biz ko'pincha ularga tanbeh beramiz. Aslida sho'x bolalarning energiyasi ko'p bo'ladi. Bu energiyani ular qayergadir chiqarib tashlashi kerak. O'shaning uchun ham sho'xlik qiladi. Biz ustozlarning vazifasi esa mana shu energiyasi juda ham ko'p bo'lgan o'quvchilarni energiyasini to'g'ri joyga yo'naltirishimiz kerak. Agarda biz bunday o'quvchilarni qiziqtira olsak, ortiqcha energiya g'ayratga aylanadi va u ushlagan narsasini oxirigacha borib juda ham mukammal qilib bajaradi. Mana shunday sho'x o'quvchilardan juda ham ko'p muvaffaqiyatli insonlar yetishib chiqadi. Agar sizni farzandingiz sho'x bo'ladigan bo'lsa, bu hech qanaqa xavotir olishga arziydigan narsa emas. Naborot, siz xursand bo'lishingiz kerak, chunki farzandingizda energiya juda ham ko'p. Biz o'zimizning maktabimizda ham har bir o'quvchini iqtidorini aniqlab, bu iqtidorga yarasha yo'nalish berib, shu yo'nalish bo'yicha ularni qiziqtirib, maktabda olib borishga harakat qilamiz.